Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz sizlar bilan Ustoz Top loyihasi haqida gaplashamiz. Xo'p, bu onlayn ta'lim platformasi hisoblanadi. Siz bu platforma yordamida farzandingiz uchun eng yaxshi ustozni topishingiz mumkin. Xo'p, bizda qaysi fanlardan tayyorlanadi? Matematika, ingliz tili, IELTS uchun yoki IT dasturlash yoki fizika fanlaridan, demak, siz o'zingizga kerakli ustozni topishingiz mumkin. Endi bizda nima uchun ko'plab ustozlar bor? Sababi mingdan ortiq o'quvchilarni tayyorlaganmiz. 50 dan ortiq ustozlar biz bilan ishlashadi. Har bir o'qituvchimizning milliy sertifikatlari, SAT xalqaro sertifikatlari va o'quvchilarning natijalari bor. 10 dan ortiq fanlar bor o'zingizga kerakli. Bu fanlardan ham tashqari sizga qaysi ustoz kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, onlayn ustozni, ya'ni o'zingiz uchun yoki farzandingiz uchun onlayn repetitor topishingiz mumkin bu platforma yordamida. Xo'p, endi Ustoz Topning afzalliklari nimada? Biz faqat eng yaxshi ta'limni taklif qilamiz, ya'ni sifat, natija, ishonch bizning asosimiz hisoblanadi. Eng yaxshi ustozlar, har bir ustoz qattiqqo'llik tekshiruvdan o'tgan, faqat tajribali va natijali mutaxassislar bilan ishlaymiz. Xo'p, natijaga o'quvchi o'sha o'zingizni farzandingiz yoki o'zingizni natijangizga kafolat beriladi va onlayn formatda o'tiladi. Uydan chiqmagan holda farzandingizni nima bilan shug'ullanayotganini, haqiqatan ham 2 soat unga sifatli dars berilayotganini kuzatib turishingiz mumkin. Darslarimiz Zoom platformasida yoki Telegramda video chat holida jonli tarzda olib boriladi darslarimiz. Ya'ni har bir o'quvchi bilan bitta ustoz jonli tarzda o'zi farzandingizni yoki o'zingiz bilan alohida shug'ullanib darsni olib boradi. Boshqa hech kim bo'lmaydi. Xo'p, endi yana sifat kafolati. Har bir dars, agar birinchi dars yoqmasa, sizga boshqa ustozni tanlab beramiz. Sizni o'sha qoniqishingiz, ya'ni bizning maqsadimiz hisoblanadi. O'zingizga kerakli, qattiqqo'l, yaxshi ustozni topishingizga biz yordam beramiz. Agar bu ustoz yoqmasa, sizga undan-da kuchliroq ustozni topib beramiz. Qulay narxlar, har qanday budjetga mos variantlarimiz bor. Ya'ni kimdir 1 million so'mga, kimdir 2 million so'mga, kimdir 5 million so'mga kursga qo'ymoqchi. O'shanga yarasha ustozlarimiz bor. Endi doimiy nazoratda o'quvchini o'sishini ota-onalar muntazam ravishda nazorat qilib boradilar. Ya'ni har kunlik o'quvchini qancha vazifa qilganligi, bugunlik darsni bajargan yoki bajarmaganligi, bugun darsga qanday qatnashgani haqida SMS xabarlar, hisobotlari elektron tarzda ota-onasiga jo'natib turiladi. Bu platforma orqali. Xo'p, endi barcha fanlardan siz ustoz topishingiz mumkin. Ya'ni matematika, fizika, kimyo, ingliz tili, biologiya yoki ingliz tilidan IELTS uchun, IT, dasturlash, geografiya, tarix, ona tili fanlaridan siz yoki boshqa sohalardan ham sizga ustoz kerak bo'ladigan bo'lsa, repetitor ustoz, onlayn repetitor ustoz kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz uchun yoki farzandingiz uchun repetitor ustoz, onlayn repetitor ustoz tanlashingiz mumkin. Xo'p, endi bu qanday ishlaydi? Birinchi navbatda quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz, ya'ni 94 kod bilan 545 25 82 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz va o'zingizga kerakli budjetingizga mos ustozni tanlaysiz va birinchi sinov darsini ko'rasiz. Farzandingiz yoki o'zingiz qatnashib ko'rasiz sinov darsiga. Agar darslar ma'qul bo'lsa, to'lov qilib undan keyin o'qishni boshlashingiz mumkin. Xo'p, o'quvchilarning fikrlari haqida gapiradigan bo'lsak, masalan, Malika farzandim matematikadan 3 baho olardi, Ustoz Top orqali 5 bahogacha ko'tardi yoki IELTS dan 7 baho olishi uchun juda katta yordam bo'lgan Jasurga. Yoki IT dasturlashni noldan o'rganib, Android dasturlash yoki iOS dasturlashni Sardor o'rganib olgan. Shunaqa o'quvchilarning fikrlari ham bor. Xo'p, endi hoziroq boshlab siz birinchi darsga qatnashishingiz mumkin. Farzandingiz yoki o'zingiz uchun eng yaxshi ustozni topishingiz mumkin. Buning uchun siz quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, sinov darsiga qatnashishingiz mumkin. Agar darslarimiz ma'qul bo'lsa, to'lov qilib kursni
davom ettirishingiz mumkin. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Onlayn kursdan o'zi natija bo'lganmi? Onlayn kursni o'rganib o'zi sertifikatlarga ega bo'lish yoki natijaga erishish mumkinmi degan savol tug'iladi. Albatta, onlayn kursda ham xuddi offlaynday bilim berish, offlaynday dars o'tish mumkin. Sinov darsiga qatnashib, bunga o'zingiz baho berishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, kurslarimizga va o'zingizga ma'qul ustozni topib, kursni boshlashingiz mumkin. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Kanalimiz rivojlanishi uchun videomizga like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shu yo'l bilan bizning ishlarimizni sal bo'lsa-da qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.